Почему aytganimizdan keyin kakka o'rganish qiyin bo'lmaydi. Xodimlaringiz ham xuddi shunaqa. Farzandingiz ham xuddi shunaqa. Unga nima uchun bu bilim kerakligini, nima uchun bu narsa kerakligini aytsangiz, u $500 ni xodimingiz $1000 qilish xohlaydi. Gap yo'q. Sen $1000 topishing uchun ishxonamiz Uslovna. Oyiga 100 million emas, 200 million savdo qil, sen 1000 emas, 2000 topasan. Ishxonaning interesini xodimingizning interesiga bog'lab qo'ysangiz bo'ldi. Uni sizni millionlaringiz, 100 million, milliardlaringiz qiziqtirmaydi. Uni o'zini $1000 qiziqtiradi. Nima qilsa 1000 emas, 2000 topishini logikasini bog'lab qo'ysangiz bo'ldi. Uni nimasi yetmaydi sizni mana bu milliardlaringizga, aqli yetmaydi. Buni o'zini qiziqtirgan, hozir 500 bo'lsa, nima qilsam 750 qilaman, menga shuni ayting deydi. Mana buni qilsang qiladi. Keyin bilimi yetmasa, unda trening qadrli bo'lishi boshlaydi. 100 millionni 200 million savdo qilsangiz aqli yetmaydi. Lekin bitta treningga borsa, o'sha aqli yetmagan narsani shunday ilmini bersa, telefon ochiladi. O'qigan odam bilan o'qimagan odam glavvrach bilan medsestraga o'xshaydi. Glavvrach 5 yil, 10 yil o'qigan. Nima uchun? Qaysi kasalga qaysi dori qo'yishni biladi. Medsestra aytgan ish qilishni biladi. Qaysi kasalga qaysi kapelninsani qo'yishni biladi. Doktor aytgan, lekin medsestraning haqqi yo'q sizga dori yozishga.